Zukkolik, mulohazali, tezkor fikrlash maydoni bo'lgan Zakovat o'yinlari iqtidorli yoshlarning sevimli loyihasiga aylanib ulgurgan. Yoshlar markazida hamkor tashkilotlar ishtirokida siyosatdagi yoshlar loyihasi doirasida o'tkazilgan Zakovat intellektual turniri murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Tadbir siyosiy jarayonlarda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy masalalarda ovozini kuchaytirish hamda ta'lim, salomatlik va ijtimoiy tenglik sohalaridagi muammolarni hal etishga qaratilgan tashabbuslarni rivojlantirishga bag'ishlandi. Yoshlar yuristlar, siyosatshunoslar, anti-crime, paradoks, To'maris kabi 12 guruhga bo'linib ishtirok etdilar. Mana bugun O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi tashabbusi bilan siyosatdagi yoshlar intellektual o'yini bo'lib o'tmoqda. Bu o'yinimizga bugungi kunda Buxoro viloyatidagi oliy ta'lim muassasalari va tuman shaharlardan jami 10 dan oshiq jamoalar ishtirok etmoqda. Shu bilan birgalikda bugungi loyihamizning asosiy savollari aynan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining saylovoldi dasturidan kelib chiqqan holatda tayyorlangan. Shu bilan birgalikda yangi tahririyat konstitutsiyamiz va Qonunchilik palatasi va Senat tegishli bo'lgan qonun va qonun sohalaridan kelib chiqqan holatda bugungi kundagi savollarimiz tuzilgan. Shu bilan birgalikda yana savollarimiz yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonundan va aynan yoshlarimizga tegishli bo'lgan qonun osti hujjatlardan kelib chiqqan holatda tayyorlangan. Yakunda barcha viloyatlardan g'olib bo'lgan bir nafardan jamoalar Toshkent shahrida shu markaziy darajada bo'lib o'tadigan loyihaga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma oladi. Tezkor savol-javob shartida jamoalarga davlat boshqaruvi va siyosiy jarayonlarga oid 10 ta savol berilib, to'g'ri javoblar 1 ball bilan baholandi. Fikrlash va mantiqiy tahlil jamoalar bilan berilgan muammo yoki savolga qisqa vaqt ichida tahlil asosida javob tayyorlandi. Munozara va debat shartida esa jamoalar O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar konsepsiyalari asosida, jumladan oliy ta'lim muassasalarida kontrakt to'lovlarini davlat tomonidan belgilash mavzusini muhokama qilishdi. Mana bugun Buxoro viloyatida o'sha yoshlar markazida Xalq Demokratik partiyasi tomonidan tashkillashtirib berilgan bugungi Zakovat o'yini juda ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Bu uchun o'sha partiyaga minnatdorchilik bildiramiz. Universitet talabalari nomidan bunday zakovatlar ko'p bo'lishini tarafdorimiz, chunki aynan biza uchun intellektual qobiliyatlarimizni oshirishga ancha yordam beradi bu. Tadbir yakunida birinchi o'rinni egallagan To'maris jamoasi va faol ishtirokchilar diplom hamda sovg'alar bilan taqdirlandilar. Barcha qatnashchilarga tashakkurnomalar topshirildi. Yoshlarning takliflari tinglanib, amalga oshirish mexanizmlari muhokama qilindi. Mazkur loyiha doirasida o'tkazilgan tadbir yoshlar o'rtasida siyosiy bilimlarni oshirish, ularning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish hamda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish yo'lida muhim qadam bo'ldi.